Sulton Abdulhamidning sirdoshi Tahsin Poshoning Yulduz saroyi xotiralari. Bu kitob haqida tarjimonning o'zlari Abdulaziz Muhammad shunday yozadilar. Abdulhamidning sirdoshi kitobi orqali men Sulton Abdulhamid II hayotiga boshqacha nazar bilan qarashni o'rgandim. Tarixda ko'p hollarda noto'g'ri talqin etilgan bu zotning aslida qanchalik sabrli, ma'naviy kuchli va yolg'iz qolgani yuragimga og'ir ta'sir qildi. Kitob sahifalaridan sultonning ichki dunyosi, uning og'ir mas'uliyat, doimiy tahdid va atrofidagi sadoqatsiz insonlar bilan kurashi namoyon bo'ldi. Men bu kitobni o'qib, Sulton Abdulhamidga nisbatan hurmatim yo'qolmadi. Bil'aks, yanada oshdi. Uning xalqiga, millatiga bo'lgan mehrini, o'z hayotini shu yo'lga bag'ishlaganini, hatto o'z g'am-tashvishlarini sir tutib, buyuk sabr bilan yurganini angladim. Abdulhamidning sirdoshi bu shunchaki tarixiy xotira emas, balki bizni adolat, sadoqat va haqiqatni izlashga undaydigan, yetakchi bo'lishning og'ir yukini ko'rsatadigan kitob. Uni o'qib, har birimiz tarixga va buyuk shaxslarga baho berishda yuzaki qarash emas, balki qalb ko'zi bilan qarashimiz zarurligini tushunamiz. Agar bu asarni o'qimoqchi bo'lsangiz, uni Qamar kitoblar do'konidan topishingiz mumkin.